Biz ko'hna Samarqandning eng qadimiy go'shalaridan biri Siyob dehqon bozoridamiz. Arkni xatlab o'tib, siz umuman o'zgacha, ehtimol erta-kuni muhitga tushib qolasiz. Ranglar jilosi ko'zni qamashtiradi. Yuzlab savdogar va xaridorlarning g'ovur-g'uvuri quloqqa chalinadi. Inson Siyob bozoriga qadam qo'yar ekan, shu zahotiyoq o'tmishga tushib qolgandek bo'ladi. Bu yerda hozir ham qadimdagidek shirin mevalar, ziravor o'tlar, holva va issiq nonlar sotilmoqda. Hozir ham bozor mahalliy aholi, dehqon va hunarmandlar hayotida o'ta muhim rol o'ynaydi. Keling, ayni ushbu bozorning tarixiga bir nazar solamiz. Samarqand bozorlarining ilk shakllanishi, Samarqandda hunarmandchilikning rivojlanishi, shaharsozlikning rivojlanishi va shu buyuk Ipak yo'lidan o'tgan savdo yo'llarining ahamiyati katta. Samarqand shahri Temuriylar davrida 6 ta darvozasi bo'lgan. Bozorlar shaharning darvozalari yonida ham shakllana boshlagan. Chunki xalq karvonlardan kelgan savdogarlar bilan savdo qilgan. Albatta shaharning ichida ham bozorlar bo'lgan. Orqamizda turgan Siyob bozorining shakllanishi shunday qilib Temuriylar davrigacha mana shu darvozaga yaqin joyda demak shakllangan. Siyob bozori Samarqandning ajralmas bir bo'lagi hisoblanadi. Samarqandga kelib Siyob bozoriga kirmaslik ajoyib mo'jizalardan quruq qolish bilan barobardir. Siyob so'zi fors tojikcha so'zdan olingan bo'lib, qora suv ma'nosini bildiradi. Yurtimizdagi bu jo'grafiyadagi eng qadimiy bozor hisoblanadi. Chunki birinchi Turon davlatining darvozasidan tashqarida ushbu bozor qurilgan. Ya'ni darvozadan tashqarida bo'lishining ham ahamiyati bor. Bu birinchi o'rinda oziq-ovqat xavfsizligi bo'lsa, ikkinchi o'rinda josuslarning o'sha davrda davlatda ichiga kirib ketmasligi, shu mamlakatning ichiga kirmasligi bo'lgan. Karvon saroy ko'rinishida birinchi qurilgan. Sababi karvonlar buyuk Ipak yo'lidan o'tib kelishda Xitoydan to Rumgacha borgan yoki Bobilgacha borgan yo'nalishida albatta Samarqand orqali o'tishgan. Va o'shanda Siyob dehqon bozori o'sha paytidagi endi Siyob kanalining bo'yida bir chetida insonlar savdo sotiq qilishni boshlashadi. Har doim karvon bo'lmaganligini inobatga oladigan bo'lsak, tabiiy ravishda savdogarlar, sotuvchilar paydo bo'lgan. O'tmishda buyuk Ipak yo'li orqali sharq va g'arbni bog'lagan savdo nuqtasi ham aynan mana shu Siyob bozori bo'lgan. O'sha buyuk Ipak yo'lining rivojlanishi davomida bu milodiy 4-asrda paydo bo'lgan bo'lsa, buyuk Ipak yo'li keyinchalik esa bu asrdan asrga o'tgan sari yana ham takomillashadi, yana ham rivojlanish kuzatiladi. Milodiy 9 va 10-asrda Qoraxoniylar davrida ayniqsa bu narsa juda ham rivojlanganligini ko'rish mumkin. Va bu ko'plab karvonsaroylarni tashkil topishiga va aynan Siyob bozorini ham tashkil topishiga sabab bo'ladi. Afrosiyob muzeyimizda ham buni isbotini ko'rishimiz mumkin. Sug'diyona davlati bo'lgan davrda Koreyadan tortib Chochgacha, Chochdan tortib Chag'aniyongacha, Chag'aniyondan tortib hattoki Chinmochini yurtidan ham kelib savdogarlar, ya'ni sotuvchilar bu yerda gazlamalarni, ipaklarini, Xitoy qog'ozlarini sotganligi haqida ma'lumotlar bor. Sug'd davlatining markazi Afrosiyob shahri bo'lgan. Milodiy 4-asrga kelib, ya'ni Qo'shonlar davrida Buyuk Ipak yo'li tashkil etiladi va Buyuk Ipak yo'lining markazi, ya'ni kesishgan joyi Samarqand bo'lganligi sababli ushbu Afrosiyob shahri o'sha Buyuk Ipak yo'lining markazi hisoblangan. Shahar bir necha metrlik baland devorlar bilan mudofaa qilingan. Bu yerga tashrif buyurgan o'zga yurt vakillari shahar tashqarisidagi karvonlarda qo'nim topgan. Mudofaa devorlari baland, 10 metr, 11 metrlargacha baland bo'lgan. Eni qarang, mudofaa devorlarining eni ustida 2 ta odam, 3 ta odam o'tib, demak dushmanga qarshi hujum qilish imkoniyati yaratilgan. Ular burjlar bilan mustahkamlangan. Darvozalar va burjlar bilan mudofaa devorlari burjlar. Uning atrofida esa ma'lum masofa qoldirib, 4 metr masofa qoldirib, shaharning ichki atrofi xandak bo'lgan. Mana xandaqlar bittasi Siyob bo'lgan. Suvni bo'yida bo'lganligini hisobiga juda strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Sababi suv bor, tamaddixonalar bor, karvonsaroylar bor, uxlashga, otini, ozuqasini qilib olishiga hamma sharoit bo'lgan. Va qolaversa, bo'lib ham Turon davlatining markazi o'sha davrdagi hozirgi Samarqand shahrini, o'sha hozirgi Afrosiyob xarobalarida joylashgan shaharni darvozasining tagida, ya'ni hamma narsaga qo'li yetadigan imkoniyatda bo'lgan. Va bu bozorda asoschisi shubhalanmay, shaksiz aytishimiz mumkin, Alpier Tonga bobomiz bo'ladi. Alpier Tonga 2850 yil oldin shu bozorda tashkil etilishiga sababchi bo'lgan. Afrosiyob shahri Buyuk Ipak yo'lining kesishgan, ya'ni markazlashgan joyida joylashganligi sababli bu yerda o'sha kichik bozorlarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.
va bu narsa o'sha savdo sotiqning o'sha azaldan rivojlanishi, qadimdan butun dunyo nigohi mana shu Afrosiyob shahrida bo'lganligi va bu yerga ko'plab elchilarning tashrif buyurishi, Koguryo davlatining elchilarini kelishi, Xitoy davlatidagi elchilarni bu yerga kelishi, turk elchilarini bu yerga kelishi, ularning hammasi o'sha qadimdan mana shu Afrosiyob shahri Buyuk Ipak yo'lining rivojlanishiga va savdo sotiqning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Bu yerda qadimda 10-11 asrlarda rasattaq, ya'ni rasatlar, savdo bozorlari deb nomlangan suq bozorlari paydo bo'lgan. Uzunligi 700 metrlik joyda bozor bo'lgan. Bozorlar bo'lgan. Suq bozori yoki rasattaq deb aynan shu bozor aytilgan. Bu esa Timurlar davrigacha bo'lgan joylashgan bozor bo'lgan. Tarixdan shakllanib kelgan bozor mana shu bozorning, mana Siyob bozorining shakllanishiga ham asos bo'lgan. Shuning uchun bozor darvozaga yaqin joyda shakllanib qolgan. Mana shunday tarixga ega bu bozorimiz. Sharq bozorini totib ko'rishsiz tasavvur qilish mumkin emas. Boshqa bozorlar kabi Siyob bozorining xushmuomala savdogarlari olayotgan mahsulotingizni tatib ko'rishingizga undab turishadi. Bu albatta Sharq bozorining asosiy xislati – savdolashish udumi. Bu yerda har bir xaridor savdolashishni o'ziga odat qilgan. Zero savdolashishdan asosiy maqsad pulni tejash emas, balki osiyoliklarda yoshligidan shakllanib keladigan odatning namoyon bo'lishidir. Kim savdolashish san'atini yaxshi o'zlashtirarkan, yutuq u kishining hamrohi bo'ladi. Assalomu alaykum. Hormang aka. Savdingizga baraka bersin. Mana shu ko'zani bizga tushib bera olasizmi? Buni narxi o'zi 350 ming so'm, men sizga 320 ming so'm qilib berishim mumkin. Shuni 250 mingga bera olasizmi? Endi buni 250 mingga bermaganimizning sababi bu qo'l ishi, Rishtonning mohir ustalari tomonidan ishlangan ko'za bu. Demak, Rishtondan olib kelingan. Bu Rishtonning mahsulotlari. 300 ga berasiz-a? Hay 310 ming qiling siz uchun. Aslida Siyob bozorda ana shunday savdolashib, talashib, tortishib olish qadimiy urf-odatlardan biri hisoblanadi. Sababi bu yerda qadimda ham ana shunday savdo sotiq ishlari amalga oshirilgan. Bu bozorda azaldan turli yurtlardan kelib savdogarlar o'z mollarini sotishgan. Bu yerda hatto Farg'ona vodiysining o'sha mashhur Rishton kulolchilik mahsulotlarini ham topishingiz mumkin. Ushbu qo'l mehnatining ajoyib namunalari chet ellik sayyohlarning eng sevimli buyumlaridan biri hisoblanadi. Siyob bozori Samarqandning eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan markazlardan biri hisoblanadi. Yonimda Malayziyadan kelgan mehmonimiz. 大家好，我是来自马来西亚的黄宝玲。三大盖是个漂亮的地方，我热爱这个国家，欢迎你们到来游览。Thank you very much. Nafaqat chet elliklar, balki hozirgi O'zbekistonimizda ham turli va turfa joylardan, hunarmandlardan tortib, hattotlargacha kelib bu yerda o'ymakorlik ishlarini qiladigan insonlargacha joylashgan. Bizning sotuvchilarning qiziq tarafi, ko'pchilik oddiy quruq meva sotadigan sotuvchilar ham 6-7 ta tilda bemalol gaplashishadi. Ruscha, inglizcha, o'zbekcha, tojikcha, forscha, hattoki xitoycha biladigan bizni sotuvchilarimiz bor. Hattoki fransuz tilini biladigan, italyan tilini biladigan sotuvchilarimiz ham bozorimizda savdo qilishadi. Samarqand deyilganda qadimiy shaharning bir necha asrlik tarixiy obidalari bilan birga quyoshga mengzangan nonlari ko'z oldimizga keladi. Bu nonning o'ziga xos mazasi, ko'rinishi, sifati necha zamonlarki barchani hayratlantiradi. Xo'sh, Samarqand nonining siri nimada? Nonvoylarning javobi esa oddiy. Nonning xushtam bo'lishi, qizarib bir maromda pishishiga sabab u gazda emas, balki mevali daraxtlarning o'tinida pishganida ekan. Siyob bozorida 17 xil turdagi non mahsulotlari sotiladi. Samarqand nonlari ham qadimiy bizning urf-odatlarimizda bir innikosi bo'lib qolmasdan, u hozir bugun Guinness kitoblariga kirgizildi. Samarqand noni o'z-o'zidan qadimiy uslubda pishirilishidan ham tashqari, uni tarkibiga qo'shiladigan hattoki suvi farq qilsa, uni tarkibi o'zgarishi mumkin deyshadi qadimgilar. Endi buni biz sinab ko'rmaganmiz. Sinab ko'rganlar aytishgan albatta. Ta'mi jihatidan, to'yimliligi jihatidan, uni tayyorlanish jarayoni jihatidan u juda katta farq qiladi.
Siyob bozoriga tashrif buyurib, siz samarqandcha bayramona ajib muhitga tushish bilan birga, shahar nima bilan yashashini, sersuv mevalari va xushbo'y noni bilan birga bu bozordan o'zingiz bilan xotirangizda yoqimli lahzalarni eslatib turuvchi sharqona muhitning bir bo'lagini ham olib ketasiz. Samarqandga yo'lingiz tushsa, albatta ushbu bozorga bir kirib o'ting. O'zbekiston tarixi telekanalidan yiroqlashmang.